Onam biri singlim bo'ladi, xonadonim fayzu nurga to'ladi. Ular kulsa hatto olam kuladi. Ayollar go'zalsiz, ayollar go'zal. Onam biri singlim bo'ladi, xonadonim fayzu nurga to'ladi. Ular kulsa hatto olam kuladi. Ayollar go'zalsiz, ayollar go'zal. Ayollar go'zalsiz, ayollar go'zal. Ayollar go'zalsiz, ayollar go'zal. Ayollar go'zalsiz, ayollar go'zal. Var alem gülgüsün, her bir ayol güzel, güzel duygusun. Oylasa şirindir hatta kaygısın. Ayollar güzelsiz, ayollar güzel. Oylasa şirindir hatta kaygısın. Ayollar güzelsiz, ayollar güzel. Ayollar güzelsiz, ayollar güzel. Ayollar güzelsiz, ayollar güzel. Ayollar güzelsiz, ayollar güzel. Yurtun güzel bo'lsin, bayramga to'lsin. Qirlarda qizg'aldoq lolalar kulsin. Yurtim güzel bo'lsin, bayramga to'lsin. Qirlarda qizg'aldoq lolalar kulsin. Mayliga jannat ham boyida bo'lsin. Ayollar go'zalsiz, ayollar go'zal. Mayliga jannat ham foyda bo'lsin. Ayollar go'zalsiz, ayollar go'zal. Ayollar go'zalsiz, ayollar go'zal. Ayollar go'zalmiz, ayollar go'zal. Ayollar go'zalsiz, ayollar go'zal. Ayollar go'zalsiz, ayollar go'zal. Ayollar güzelsiz, ayollar güzel. Ayollar güzelsiz, ayollar güzel. Baraka topinglar, Azizbek va Kenjaxon. Qani xush kelibsizlar, qani kelinglar, qani. Bu qo'shiq sal vaqtroq aytish kerak. 8-marta aytish kerak edi, ukajonim, Azizbek. Navro'z kuni o'rgaysiz, qarang. Keling. Ayollar har kun maqtasak bo'ladi. Lekin takrak 8-mart bo'lib qo'shib ekanlar. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Mehmonlar vodiydan. Mikrofonda yaqinroq o'xshab, bemalol teletomoshabinlarimiz bilan so'rasha olishimiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, barcha mustaqil O'zbekistonimizning ayniqsa go'zal ayollari. Baraka toping, baraka toping. Avvalambor assalomu alaykum Azizbek Kenjaxonlarni, albatta Zo'r TV'ning ashaddiy muxlislaridan ertalabdan salom.
Salomat bo'linglar. Rahmat, Rahmat, Dilshod aka, chaqirganligingiz uchun. Tashtirib o'taman. Riverda ammasini, o'g'illari. Ha, O'tkirjon, ya'ni. O'tkirjonni, baraka toping. O'zi O'tkircha hech kim tanimaydi, Riverda taniydi ko'pchilik. Tomoshabinlarimiz shu Yangiqo'rg'onda juda ham ko'p Mr. Qaqa bor, yana Abdurahmon qizig'im Yangiqo'rg'onlikmi? Mikrofon. Albatta, Uni beraymi? ustozlar biz vodiydan Bilaman, yo'q, hozir shuni aytib turibman. Abdurahmon akani taniysizlarmi qiziqdi? albatta Sizlarning mahallalaringdanmi? Bitta tumanda turasizlarmi? bizga yaqin joydan. Qarang, Abdurahmon Yangiqo'rg'onda kim bor mana? Siz, mana Mr. Qaqa, Abdurahmon qiziq, Yahyobek Mo'minov, Ustozlarimiz Yahyobek, Muhsinbek, Mo'minovlar. Jekson sizlar turmaydi? Jekson ham bizdan biroz nariroqdan Oltariq degan bir ajoyib joy bor. Bilaman. O'sha joydan. Oltiariqda hali ham bodring kelyaptimi? Albatta. Oltariqda nafaqat bodring, uzumlari ham juda ham Bilaman. Endi Kartishga turib hammasini turib bersang Oltiariqqa borgim. Demak, hozirgina biz tomosha qilib turgan tomoshabinlarimizga yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Efirda, jonli efirda ertalabdan salom dasturi. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Alfa Business. Abu Saqida joylashgan Alfa Business. Lubopayt borishlaring mumkin o'sha yerda 6 oygacha hozircha ijara tekin. Qandaysizlar endi? Yana bir xush kelibsizlar. Men qo'shiqni eshitib juda yaxshi qo'shiq bo'ldi. Bu ana qo'shiqqa ditga o'xshab ketar ekan. Ostiganmi qo'shiq? Ayollar yomonmi? Qaysi qo'shiq? Hayollar yomon. Ayollar yomon. Albatta. O'shandan ilhomlanganmiz. Yo'q, bo'ladi chunki avvalo Dunyoda hammasi bir-biriga o'xshaydi o'rtoqlar. albatta Bu yaxshi. ustozimizga havas qilib shu insonni ijodlaridan bir ilhomlangan holda she'rlarini yozganmiz. Bastakorlarimizga She'rni kim yozgan bu qo'shiq? Ayollar go'zal. she'rini Kenjaxonim. Kenjaxon. Men bu Kenjaxon ismini eshitmaganimga bir 20 yil bo'ldi Kenjaxon. Albatta. Qarang-da Kenjaxon, men qarang. Bu Kenjaxon bu oilada eng kenjasi emas ekansiz o'zi. Albatta, mendan keyin o'g'il bola ukam bor. Nima uchun sizni Kenjaxon deb qo'yishgan bo'lmasa? Endi Sizdan keyin bilmasam, o'g'il bola nima deydi? O'g'il xohlashgan bo'lsa kerak ayollar. ha, qiz bola bo'ldi degan ma'noda kenjasisan endi. O'g'iloyni bilardim endi. O'g'iloy borligini bilardim. Kenjakani bilardim. Kenjaka eshitgan. Ha, bizda kenja polvon. Bahrom qani Kenjakani, yoqib Kenjakani eshitganmisan? Ha, eshitganman. Lekin mana Kenjaxonni birinchi juda ham chiroyli ism ekan, ha? Rahmat. Kenjaxon. Borish rahmat. Ana o'zbekcha bir ayollarning ismi juda ham chiroyli. Men birinchi marta eshitdim. 20 yil oldin bir qayerda eshitdim. Kenjaxon degan kimdir, ha dedi. O'shandan reklamaga o'tkazganmiz-da. Bolalik zo'r bo'laydi. Yana bir bor assalomu alaykum. Buguncha sizga salom bo'lib qoldi, nima bo'ldingmi? Albatta, lekin ertalabdan salom bergan yaxshi deydi. Insonlarga salom berma. Ertalabdan salom dasturi hurmatli teletomoshalar davom etadi. Bizda mehmonlarimiz bor. Vodiydan tashrif buyurgan vodiy yulduzlar. Bir kun ham bo'sh vaqti yo'q ekan. Hozir mana o'zi shunaqa sostavlarda, ja elga tanilmagan sostavlarda o'zi deyarli har kun to'y bo'ladi. Bular xudo xolos tanilib ketgandan keyin ko'rasan, eplolmay qoladi. Kelmaydi. Ali o'tsa. Yo'q, xafa bo'lmang. O'zi uxlayotgan bo'lsa ham shanbalagacha to'yimiz bor. Iltimos, duoring deydi-ku, lekin men bilaman, mana shu vodiyda to'y o'tkazish deyarli ko'pincha bir jonli bo'ladi. Albatta. Mikrofon. Jonli bo'ladi. Albatta biz vodiyda asosan jonli ansamblda xalqimiz shunaqangi san'atsevar bir xalq. Shuning uchun Baraka toping. Men endi vodiyda deganlaringga sizlarda Farg'onada bir tog'li tumanda tumanning ismi esimdan chiqib qoldi. Bizda Chimyon. Sizlarda Chimyon bor-ku, Chimyonga bundan bir 25 yil oldin san'at oliygohida o'qiymiz. Hammoshimiz to'yga bordi. O'lmasdan kursoshim bo'lardi. Dedi, o'lmas ekan bekorsan dedi mana dedi. Sham bozor o'qish yo'q, ketdik to'yga borib kelamiz. Tirikchilik qilasizlar dedi. Qiziqchilik qilasizlar. Tirikchilik qilsalaring dedi, bir kishi olib kelasizlar dedi. Biz ham endi pulga qiziqamiz. Ketdik vodiyga qarab. 08 orqasiga bir 7 kishi o'tirib olganmiz, qavatma-qavat bo'lib Chimyon ketdik. Chimyonda to'y kunduzi bo'lyapti, boshlandi. Endi havo jicha sovuqroq. Ozgina. Chiqdik ha. Hozir navbatda Toshkentdan kelgan mana O'lmasjon va Dilshodjonlar qiziqchilarga dedi. Ne qaraldi bir marta, bizni ko'rgandan keyin qaytib qaramadi hech kim. Hech kim. Mana qara, to'yxonada bo'lyapti, 2 kishi o'tirib olgan, qarayapti, 4 kishi to'yxonada karta o'ynayapti. Bunday qarab qo'yadi har zamonda. Hamma o'zi bilan o'zi hech kim qaramayapti-da, odam bir
xijolat bo'ladi-ku, rostdan kuldira olmayapmiz. Bizni qo'limizdan kelmayapti-da kuldirish. Chunki vodiyda qiyin. Chunki vodiyda san'atkorlar ko'p chiqqan. To'g'ri. Juda ham san'atkorlar. Ayniqsa askarchilarimiz bor. Qiziqchilik bo'yicha vodiyni xalqini masalan, ular juda ham zukko bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ularning qiziqchilari juda ham zukko bo'lish kerak, chunki vodiy xalqini kuldirish uchun juda ham qiyin. Men borganman, lekin bitta yo'lga tushib ketsak, undan osoni yo'q. To'g'ri aytasiz ustoz. Bizani vodiyda eng so'zga boy bir so'z ustalari ham biz vodiyda. Asosan To'g'ri. Tan olish kerak. san'atkorlarimiz ham yetuk san'atkorlar, ustozlar bizani vodiydan ko'plab chiqqan. Shuning uchun Endi bu gap menga tegishli emas. Sirdaryoga tegizib aytyapsan-da, Guljon. endi Sirdaryoda ham juda ham To'g'ri, chiroyli gapingni ijodkorlar bo'ldim. bor. To'g'ri aytyapsan, Guljon, to'g'ri. Demak, bizning vodiyimizda, nafaqat vodiyimizda, yurtimizda ko'p ijodkorlar bor. Asosan ijodkorlardan ko'prog'i vodiydan chiqqan. Chunki vodiyda sababi tong juda ham erta boshlanadi. Xoslarda deyarli tushlik desa ham bo'ladi-da. To'g'rimi? Chunki mana Aytadi vodiyda ustoz. ertalab necha tong saat necha turasiz mana misol? Sizlar necha turasiz, xo'ps? Endi biz juda ham vaqtli turamiz. Chunki vaqtli turganimizda havo toza bo'ladi. O'zi havo Juda ham- toza, vodiyda ham, Toshkentda havosi Yana ham bir mirqaydigan bo'ladi-da. Ya, demak xo'rozni silab uyg'otasizlar. Albatta. Gap bo'lishi mumkin emas. Demakki, bizda hozir Abdurahmon akamiz bor. Abdurahmon akamiz ham Yangiqo'rg'ondan. O'tgan safar Abdurahmon akam bedana berib yubordilar. Mabodo ko'rsalaring aytib qo'yinglar Abdurahmon akamga. Ikkita bedana berib yuborsinlar. Bedanamiz bordi, ikkita bitta hopizimiz qo'shiq aytganda o'zini tashlab o'ldi bedanlar. tepada tashlab. O'zi osib qo'ydi, ha. Shunaqa hopizlar bor. Hopizlarni ko'tarolmadi, bedanamiz hopiz tanlaydi. Ha, shu salimdaro hopiz kelib qolsa, chiqdi o'zini tashlab yubordi. San'atni tushunmadi. Bunday yasholmayman men, bunday san'atni ko'tarolmayman deb tashlab yubordi. Abdurahmon aka, ko'rib turgan O'sha bo'lsangiz, bedana to'g'ri qilgan ekan lekin. to'g'ri qilgan. To'g'ri Shuning qilgan uchun ekan ustoz. ertalabdan, erta tongdan raqsga tushib Badan tarbiyada, ertalab badan tarbiya. Lekin mana hopizlarimiz nahorga to'yga chiqmaysiz, Azbek? Yo'q, ustozlarimiz bilan birga chiqamiz. Ana eshitdingmi shirib? Nahorga to'g'ri aytadi. Hamma nahorga to'yga chiqadiganlar bor. Ba'zimga oqshomga to'yga chiqadiganlar bor. To'g'ri. Bitta shu Samarqand Buxoron stilida to'y yuradiganlar bor ekan. Nakuna xudo, nakuna boja. Nahorga to'y oshib, adminisi ham nafsi yomonlik qilib nahorni deb qo'shyapti. Qo'ydi, aytdi, o'tadi ketadi debdi. Boramiz kangir salom alaykum debdi. O'tkazamiz. 1 soatlik to'yni. Ha, 1 soatlik bo'libdi, oshibdi, boribdi rasm borib. Borib ikkita ashulasi bor ekan, o'zi ikkalasi tugab qolibdi. Dorachiga bunday qarabdi-da. Nima aytamiz debdi, nima aytamiz bunday qarab. Bojani aytamiz debdi. Ya, uni bilib qoladi debdi. Unda nimani aytamiz? Nakuna xudo nakuna. Ras. Nakuna unda hozir bunday qilib Og'ir. qiyin-da. Ertalab raqsga tushish ham qiyin. Azbek. To'g'ri ustoz. Nima qo'shiq aytish ham qiyin. Lekin shunga qaramasdan bizning hopizlarimiz baraka topsin Yoqubjon, mana erta tongdan ishdan turib olib nahorga oshga borsak, nahor oshda bo'lyapti hozir. Yo, men Shodlik o'zi. Siz bormayapsiz. Ha, bu. O'zi aslida hopizlarda ko'p ertalab vaqtli tursa ovozi ochiladi deydimi? Yoqub akam avvallar qo'shiq aytgan ekan. Endi Azizbek mana ustozlar deb gapiryapsiz. Qaysi ijodkorni bir ijodlariga havas qilib ijodni boshlagansiz? O'zi umuman bu juftlik qachon paydo bo'ldi? Albatta biz shu yoshligimizdan san'atga juda ham bir nima deydi, ishqiboz bo'lib, Chanqoq bo'lgansiz. chanqoq bo'lganmiz, qiziqqanmiz. Aynan biz o'sha ulg'ayib turgan paytlarimiz O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti ustozimiz Ozodbek aka Nazarbekovni juda ham bir chiroyli ijodlarini tinglar edik. Qo'shiqlar, konsertlarini tinglar edik. Qo'shiqlarini sevib ijro qilar edik. Shu insonlarga havas qilib, undan keyin mana xalqimizning sevimli san'atkori Farhod Shirinlarga havas qilgan holda biz Sizlar juftliklarga havas qilgansizlar. Ha, Viya Marakanda, Oybek Nigora. Viya Marakanda havas qilmanglar. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sizlarga katta rahmat. Avvalambor tashrif uchun. Rahmat. Taklifimizni rad etmasam, biz sizlarni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib, River aytdik-ku, to'yda bular juda bir boshqacha deganga taklif qildim. Sizlarga katta rahmat. Sog' bo'linglar.
tomoshabinlarga, muxlislarga niyatinglar, tilaginglar bo'lsa marhamat. Albatta, erta tongdan, ertalabdan salom ko'rsatuvini ko'rib turgan barcha yurdoshlarimizga bahoriy kayfiyat tilaymiz. Muxlislarimiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin, chiroyli ijodlar qilishda davom etamiz. Inshaalloh aytganlaring kelsin. Sizlar bizni taklif qilibsizlar. Inshaalloh Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Yana ham ko'proq chaqiringlar. Yana ko'proq xizmatlaringda bo'laylik. Xalq xizmatida bo'laylik. Salomat bo'ling. Vaqtimizga muxlislarimiz sog' bo'lsin. Albatta, sizlardan bitta chiroyli bir tarona bo'lsa, mashirib o'ynayman deyapti. Vodiycha stilda bo'lsa, iltimos ana. O'zingiz o'ynamaysizmi? Yo'q, menga ertalab 11 gacha o'ynamang deganda. O'ynash mumkin emas. Birgalikda. Marhamat, qani, ho'ba, qani. Desangiz sabr, yig'lasam hijronlar qadalgan ishday, o'tmayli yurakka bo'lsa ham jabr, yara o'ynaymizmi sog'intirishdan? Qo'ng'iroq qilish yo'q, olish yo'q xabar, bo'lsa ham soniya yilga barobar, qarog'ingiz yoshga to'lgunga qadar, yara o'ynaymizmi sog'intirishdan? Sog'intirishdan, Sog'intirishdan, yara o'ynaymizmi sog'intirishdan? Sog'intirishdan, sog'intirishdan, yara o'ynaymizmi sog'intirishdan? Misolning yo'liga bog'lab kulguncha, qaysar dil g'ururni unutolguncha, sabrga sabrimiz yetmay qolguncha, yara o'ynaymizmi sog'intirishdan? sabrga sabrimiz yetmay qolguncha, yara o'ynaymizmi sog'intirishdan? Sog'intirishdan, Sog'intirishdan, yara o'ynaymizmi sog'intirishdan? Sog'intirishdan, sog'intirishdan, yara o'ynaymizmi sog'intirishdan? desangiz sabr, yig'lasam hijronlar qadalgan ishday, o'qmayli yurakka bo'lsa ham jabr, yara o'ynaymizmi sog'intirishdan? Shundanglarmidi sevgining kuchin, garchi fig'onimdan chiqsa ham tutun, diydorning qadriga yetmoqlik uchun, yara o'ynaymizmi sog'intirishdan? Sog'intirishdan, Sog'intirishdan, 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 yara o'ynaymizmi sog'intirishdan? Chiroyli tarona bo'pti. Ajoyib. Qarang, poytaxtni qarang, qani edi har kuni shunday bo'lsa mashina. Hammadan bo'lyapti hozir paytda. Biz tomosha qilishyapti hammasi. Hozir Turkiya haqida, sayohat haqida lavha bo'ldi-yu, sizda